Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz. Mana sizlar uchun bugungi videomiz alba qulupnaylari haqida bo'ladi. Mana alba qulupnaylarimiz, buni qish holatiga qandaydir bir sirlari bor ekan, o'sha haqida bosh qotiryapmiz hozir. Hozirda qulupnaylarimiz mana bugun nechinchi? 9-mart kuni pishib yetilyapti, uzilyapti. Endi bu qulupnaylarimizni hosildorligiga kelsak, o'ta hosil katta bo'lar ekan. Bir tupdan so'lxenlarga qaraganda ancha ko'p hosil berar ekan bitta tupi. Mana bitta tupi juda ham ko'p hosil berar ekan. Bu qishi bilan gullab chiqdi, lekin chirish holatlari ko'p bo'ldi bunda. Namligini o'ta normal holatda, eng past holatda saqlashlik kerak ekan. So'lxenga qaraganda Teplitsada bu sal emas, anchagina chidamsiz ekan. So'lxenlar yaraverar ekan. So'lxen Teplitsaga o'ta kuchli ko'nikuvchan ekan, lekin bu ham qishi bilan gulladi, qishi bilan tugdi. Lekin namlik ko'plik qildimi, yorug'lik hisobini chirishlar ko'p bo'ldi bunda. Chirishga qarshi ham dori berdik. Agar bu haqda tajribasi bor insonlar videoni ko'rayotgan bo'lsa, o'z fikringizni, mulohazangizni aytsangiz biz xursand bo'lardik. Mana hosillarimiz terib qo'yildi. Mana alba qulupnaylarimiz asosan adbor chiqadi. Mana adbor plus mana o'ta ham yirik, qattiqligi ham juda ham yaxshi. Qattiq, so'lxendan ancha qattiq. Mana shunday holatlar. Mana qulupnaylarimiz yetilib pishishga kelib turibdi. Bugun 9-mart sanasi.